Assalomu alaykum o'zbek futbolining ixlosmandlari, Milliy bom kanaliga xush kelibsiz. Ayni damda like-larini bosayotgan obunachilarimizga minnatdorchilik bildiramiz. Eng so'nggi futbol yangiliklarini o'tkazib yubormaslik uchun pastdagi obuna bo'lish yoki podpisatsiya tugmasini bosib qo'ying. Siz tayyor bo'lsangiz, biz boshladik. Superligada 14-tur uchrashuvlari yakunlandi. Xorazm Andijon 2-3, Qo'qon 1912, Dinamo 2-3, Nasaf Paxtakor 2-2. Navbahor bu turda Mashalni ayab o'tirmadi, 6-0. Qizilqum Neftchi 1-1, Bunyodkor Sug'diyona 3-2, Buxoro Shurtan 3-1, Agemka Surxon 0-1 14-turni yakunlab berdi. Superligada 14-tur uchrashuvlari yakunlangandan so'ng turnir jadvali quyidagicha ko'rinish oldi. Nasaf Dinamo Navbahor kuchli uchlikda bormoqda. Qo'qon 1912, Buxoro Shurtan xavfli zonada bormoqda. Superliga to'purarlari bilan tanishing. To'purarlar jadvalida Igor Sergeyev yaqqol peshqadam bo'lib turibdi. Superliga navbatdagi tur qarama-qarshiligi bilan tanishing. Shurtan Qizilqum, Sug'diyona Qo'qon 1912, Surxon Buxoro. Vodiyda dahshatli uchrashuv guvohi bo'lamiz. Andijon Bunyodkor, Mash'al Agemka, Paxtakor Navbahor. Navbahor bu turda ham Toshkentdan ochko bilan qaytadimi? Kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring. 15-turda Voha derbisiga ham guvoh bo'lamiz. Dinamo Nasaf, Neftchi va Xorazm uchrashuvi bu turni yakunlab beradi. O'zbekistonda yozgi transferlar oynasi ochildi. 1-iyuldan 30-iyulgacha biz sizga eng so'nggi transfer yangiliklarini yoritib boramiz. Siz bilan Milliy bom kanali bo'ldi. Sog' va salomat bo'ling.